340 ming dollarga to'g'ri 6 sotixda joylashgan binoimizning kvadraturasi 500 kvadrat bo'lgan. Mana shu xonadonimizni hozir sizga video obzorini qilib beraman. Kiraverish bu yoqda asosiy darvozamizni, shundoq yonida bo'lsa vходной eshigimiz joylashgan. Binoni kvadraturasi 200 kvadrat birinchi qavat, ikkinchi qavatimiz ham 200 kvadrat, podvalimiz bo'lsa 100 kvadratli podvali bilan joylashgan. Sizni katta oilangizni o'zini ichiga bemalol sig'dirib oladigan xonadon bo'lgan. Shundoq kirib keldik. 10 tarafimizda bu yerda bizani yozgi oshxona qismimiz joylashgan. Yozgi oshxona podvalga tushirishlarimizı naves bilan to'sib qo'yilgan. Mana shu chiroyli yozgi oshxona qilib, yozda o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kirib kelishimiz bilan bo'lsa, bemalol bu yoqqa 3 ta 4 ta mashina kiradigan joy, yashil maydonli qilib qo'yish uchun o'zini sharoitlari bor. Joylashgan joyga keladigan bo'lsak, Gvardeyskiyning shundoq ro'parasida joylashgan yangi mahalladagi uyimiz bo'ladi. Amerikanskiy gospital yana bitta orientir. Yangi mahallamiz qurilganiga общий 3 yil, 2 yildan sal oshgan, 3 yil hali bo'lmagan. Kiraverishimizni binoga qani bismillahirrohmanirrohim kirib keldik, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Bu bizani birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan zalimiz. Ko'rayotganingizdek, xonalarimiz juda keng qilingan, patoloklari baland. Bu bizani birinchi qavatimizdagi zalimiz bo'ldi. Panoramli oynalar hovlimiz tarafga ham ko'cha tarafga qaragan. O'rtada bo'lsa, mana shunaqa bizani katta hol qismimizni kutib oladi. Kirdik, keyin chap qo'limizda bo'lsa, bu bizani oshxona qismimiz, qishki oshxonamiz joylashgan. Zo'r tarafi uyimizning elektrikalari to'liq montajlarigacha bitgan. O'zingiz stilingizda bitta remont qilib olsangiz bo'ldi. O'rtada bu yerda bizani общий sanuzyulimiz joylashgan va bu bo'lsa bizani birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Yosh katta insonlar, otaxon, onaxonlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz va bu yotoqxonamizning o'zini ichida sanuzyul qismi bilan joylashgan. Keyingi xonamizga o'tamiz. Ikkinchi qavatga chiqarish va shundoq yonida bo'lsa, birinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan bu yerda yana bitta xonamiz bor. Xohlasangiz bu xonamizni malый zal, xohlasangiz hol, xohlasangiz bu yerda yana bitta spalni qilsangiz bo'ladi. Shunda bizani birinchi qavatimizning o'zida ikkita yotoqxona, bitta hol, bitta zal va bitta oshxonamiz bo'ldi. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatga chiqarishimizni shundoq ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan yana bitta katta hol qismimiz bizani kutib oladi. Ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan bitta katta holimiz joylashgan. Holimizdan xonalarimizga oldima-ketinlik bilan o'tiladi. Hozir balkondan vidini ko'rsatib o'tib, keyin xonalarimizga o'tamiz. Katta balkonimiz joylashgan. Holimizning ko'rinishi, mahallamizning ko'rinishi. Zo'r tarafi mana tupik. Mashinalar o'tirmaydi. Uyimiz mana shu ko'chaning shunday oxirida joylashgan desak ham bo'ladi. Yo, bitta uy bor, bitta uy yonida bo'lsa, bu yerda bizani ko'chamiz tupik. Bu uyimizga bo'lsa, boshqa ko'cha tarafdan kiriladi. Agar sizda ham xuddi shunaqa korobka hovlingiz bo'lib, remont qilishga vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, biz remont podключ xizmatini sizga reklama qilib o'tmoqchimiz. Mana shu telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Mabodo mana shu xonadonimizni siz xarid qiladigan bo'lsangiz, remont podключ xizmatini mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, murojaat qilasizlar. O'zingiz xohlaganingizdek qilib remont podключ xizmatlarini bitirib berishadi. Chiqdik ikkinchi qavatimizga, birinchi xonamiz, bu ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan birinchi yotoqxonamiz bo'ladi. Birinchi spalnamiz. Bu spalnamizning o'zini ichida sanuzyuli bor. Keyingi xonamiz bu yerda bizani общий sanuzyulimiz joylashgan. Yonida xohlasangiz garderobni, xohlasangiz prachka qilish uchun yana bitta xonamiz joylashgan. Keyingi xonamiz, ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi xona, bu ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan zalimiz. Ko'pchilik mijozlarimiz erkaklar va ayollarni alohida kutish uchun zal so'rashgan edi. Mana bu bizani ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan zal qismimiz. Holga ham bemalol divanni zona qilib qo'ysangiz bo'ladi, foydalansa bo'ladi. Keyin bu yoq tarafimizda ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan bizani 3-chi
xonamizni bolalar uchun, xohlasangiz kattalar uchun ham yotoqxonani qilsangiz bo'ladi. Keyingi xonaga o'tadigan bo'lsak, bu bizani ikkinchi qavatimizdagi 4-xonamiz. Zo'r tarafi oynalarni qarang, har bitta xonamizda eng kamida 2 tadan oynasi qilingan, ham ko'cha tarafga, ham hovlimiz tarafga qaragan oynalari bilan. Yangi mahalladan yangi uy qidirgan mijozlarimiz bo'lsa, bu taklifimizni bitta ko'rasizlar, chunki narxiga yaxshi, quruq yerni o'zi mana shu uyimizni ko'rgani kelganingizda so'rab surishtirsangiz, qo'shnilarimizni bir sotixini 60 ming dollardan deb turishdi. Bizning uyimiz bo'lsa, tayyor 4-6 sotiq o'zini mana shunaqa katta binosi bilan, 500 kvadratli binosi bilan 340 ming startvi so'ralyapti. Ya'ni ozgina o'tib beradigan joyi bor. Primoy joyi egalarini, telefon raqamlarini yozib qoldiramiz va albatta bu bizani yangi kanalimizda sizda mabodo agar rekomendatsiyada chiqqan bo'lsa, podpisatsiya qilib qo'yishni unutmang.